Bunaqa uyni bunaqa narxda har kuni ham ko'rmaysizlar. Assalomu alaykum hammaga. To'r sotuvga 3 qavat qilib qurilgan uyimizni obzoriga kelganmiz. Hozir tanishtirib o'taman. Bu uyimizni hovli qismi o'zini zeleniy zonalari bilan bu yerda letniy kuxnalarigacha qilib qo'yishgan akalarim. Uyimizni fasad qismi. Uyga kirganingizda bu yerda hol qismi, bu yerda oshxonasi, bu zalimiz, bu yerda bitta master spalniy. Uyimizni aytib o'tganimdek, to'r sotuvga 3 qavat qilib qurilgan. Umumiy maydoni 400 kvadrat metr, 7 ta xona, 3 ta sanuzeldan iborat. Bu yerda yana 4 ta spalniy, общий sanuzel. Bu yana bitta master spalniy. O'zini sanuzeli bilan birga. Uyimizni to'liq ma'lumotini videoni tagida qoldiramiz. Kim uyini sotmoqchi yoki uy olmoqchi bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qilinglar, pastda nomerlarni qoldiramiz.